Assalomu alaykum qadrdon kitobxonlar. Bugun sizlar bilan yana uchrashdik. Kitobimizni yana davom ettiramiz. Janobi Husaynning tug'ilishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam naslining yana bir davomchisi Husayn radhiyallohu anhu Hasan radhiyallohu anhudan 10 oyu 20 kun keyin dunyoga keldilar. Bu zot Allohning arsloni va avliyolar sultoni Hazrati Ali radhiyallohu anhuning ikkinchi o'g'li edilar. Hijratning 4-yili Shabon oyining 5-sanasida Nur shahri Madinada yana bir hikmat g'unchasi ochildi. Husayn radhiyallohu anhuning yuzlari shunchalar porloq ediki, qorong'u kechalarda atrofini yoritib turardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Husayn mendan va men Husayndanman. Alloh taolo Husaynni sevganni sevadi. Hazrati Abbos radhiyallohu anhuning zavjasi Ummu Fazl kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga keldilar. Ey Allohning rasuli, men kecha bir tush ko'rdim dedilar. Xo'sh, qanday tush ekan? Juda qo'rqinchli va dahshatli tush. Qani so'ylachi? Ey Allohning rasuli, sizning jasadingizdan bir parchasi kesib olinib, mening uyimga ko'milganini ko'rdim. Xayrli tush ko'ribsan, inshaalloh. Fatima bir o'g'il dunyoga keltiradi. Sen esa uni o'g'ling Husayn bilan birga emizasan, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu tushdan qanchadir payt o'tib, Hazrati Husayn radhiyallohu anhu dunyoga keldi. Ummu Fazl radhiyallohu anhu uni olib ketib emaklagunga qadar unga Husaynning sutini emizdirdilar. Ummu Fazl aytadi: Bir kuni Husaynni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga olib bordim. Husayn Allohning rasulini ko'rishi bilan u zotga talpindilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nabiralarini bag'riga bosdi, sochlarini siladi, erkalab sevdilar, keyin etaklariga o'radilar. Ammo shu payti Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning quchog'ini hul qilib qo'ydi. Ey Ummu Fazl, ol o'g'limni, ustimni hul qildi, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mitti Husaynni tezda oldim. Rasulullohning ustlarini hul qilib, u zotni xafa qilding deya Husaynni yengilgina chimchilab oldim. Shunda bola yig'lashni boshladi. Ey Ummu Fazl, Alloh sizga yaxshilik bersin, Alloh sizni asrasin. Siz o'g'limning jonini og'ritib, yig'latish bilan meni xafa qildingiz, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ihromingizni chiqaring, boshqa bir libos kiying, men buni yuvib qo'yaman, dedim. O'g'il bolaning peshobi tekkan joyga suv quyib yuborilsa kifoya. Qiz bolaning peshobi tekkan joy esa yuviladi, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kichik Husaynning yig'laganini eshitib qoldilar. Keyin muhtaram qizlari Hazrati Fotimaga nasihat qildilar. Yo Fotima, u yig'lasa xafa bo'lishimni bilmaysizmi? Sevikli Husaynning bu dunyodagi musofirligi 56 yil u 5 oy u 5 kun bo'ldi. Hijratning 61-yili Muharram oyining 10-juma kuni Karbalo cho'lida zulm va dahshat ostida yosh bolasidan qariyasiga qadar atrofdagi butun yaqinlari bilan birga shahid qilindilar. Dahshatga ta'rifi yo'q. Na tarix ko'rgan, na inson farzandi xayol qila oladigan bir dahshat edi bu. Hazrati Husaynga ism qo'yilishi va aqiqasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Husayn dunyoga kelganidan 7 kun o'tib, aqiqa sifatida 2 qo'chqor so'yib ismini qo'ydilar. So'ngra: "Ey Fatima, Husaynning sochini ol, sochining og'irligi qadar sadaqa beringlar", dedilar. Jajji Husaynning sochi olindi. Fatima radhiyallohu anha olingan sochning og'irligidagi kumushni faqirlarga tarqatdilar. Husayn tug'ilishi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizlarining uyini sharaflantirgan edilar. "Qani o'g'lim, menga o'g'limni ko'rsatinglar", degandi. Mitti go'dak Rasulullohning muborak quchoqlarida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'radilar: "O'g'limga qanday ism qo'yishni o'yladinglar?" Fatima radhiyallohu anhu Hazrati Husayn uchun o'ylagan ismlarni ayta boshladi. Harb yoki Ja'far deb ism qo'ysak, ey Allohning rasuli. O'sha onda Jabroil alayhissalom tushdilar. Ey Allohning rasuli, Robbingizning sizga salomi bor. O'g'lingizga Horunning o'g'lini ismini qo'yishingizni buyurdi.
ey Jabroil, Horunning o'g'lining ismi nima? Shabir. Mening tilim arabcha. U holda bu ismning arabchasi Husayn deb qo'ying. Shunday qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqaloqqa Husayn deb ism qo'ydilar. Quloqlariga azon aytib, haqlariga duo qildilar. Ilm va hikmat, ilohiyat manbai Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytadilar. Men harfni va zarfni sevadigan bir odam edim. Hasan tug'ilganida unga harf ismini qo'ymoqchi bo'ldim. Allohning rasuli keldilar. Menga o'g'limni ko'rsating, unga ism qo'ydingizmi? Harf ismini qo'ydim, ey Allohning rasuli. Yo'q, u Hasandir dedilar. Husayn tug'ilganda unga harf ismini qo'ymoqchi bo'ldim. Allohning rasuli kelib yana so'radilar. Menga o'g'limni ko'rsatinglar, unga nima ism qo'ydingiz? Harf ismini qo'ydim, ey Allohning rasuli. Yo'q, u Husayndir. Uchinchi o'g'lim tug'ilgan zamon yana ayni ismni qo'ydim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keldilar. Ey Ali, menga o'g'limni ko'rsatinglar. Unga nima deb ism qo'ydinglar? Harf ismini qo'ydim. Yo'q, u Muhsindir. Men ularga Horun alayhissalom o'g'illari bo'lgan Shabbir, Shabir, Mushabbir ismlarini qo'ydim dedilar. Nasabi va ikkinchi ismlari. Imom Husayn radhiyallohu anhuning nasabi Abu Abdulloh, qo'shimcha ismlari esa Az-Zaki va As-Sabit edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu ikki chechakka bo'lgan muhabbati juda boshqacha edilar. U zot alayhissalom aytgandilar: Allohim, men ularni sevaman, sen ham ularni sev. Hasan va Husaynni sevgan meni sevmishdir. Ularga nafrat saqlagan esa menga nafrat saqlagan bo'ladi. Hasan va Husayn jannat yoshlarining ikki janobidir. Abu Ayyub Ansoriy radhiyallohu anhu shunday rivoyat qiladilar. Bir kuni Rasulullohning huzurlariga kirdim. Hasan bilan Husayn yonlarida o'ynardi. Ey Allohning rasuli, siz bularni juda yaxshi, qattiq yaxshi ko'rasizmi? Dedim. Koinot sarvarining dudoqlarida ilohiy tabassum o'ynab, qanday qilib sevmasligim mumkin? Ular mening bu dunyodagi hidlagan ikki rayhonimdir, deya marhamat qildilar. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jajji nabirasini erkalardilar. O'ng qo'liga o'g'li Ibrohimni, chap qo'liga esa Hazrati Husaynni olgandilar. Shu payt Jabroil alayhissalom keldi. Ey Allohning rasuli, Janobi Haq bu ikkisidan birisini oladi. Siz birini tanlang. Abadiyat nabiysi dedilarki, agar Husaynni olsa, mening jonim yongani kabi Alining va Fotimaning jonlari yonadi. Agar Ibrohimni olsa, eng ko'p men xafa bo'laman. Mening xafa bo'lishim esa ularning xafa bo'lganidan yaxshiroqdir dedilar. Oradan 3 kun o'tgach, farzandi Hazrati Ibrohim abadiyat olamiga ko'chdi. Husayn radhiyallohu anhu har safar koinot sarvarining saodatli huzurlariga kelsalar, Allohning rasuli uni o'par, quchoqlar, sochlarini hidlar va aytardilarki, salomat saodat unga bo'lsinki, o'g'lim Ibrohimni unga fido qildim. Bir kuni Allohning rasuli namoz o'qirdilar. Quloqlariga bola ovozi eshitildi. Namozlarini bitirib tezda tashqariga chiqdilar. Birozdan so'ng qaytib keldilar. U zotdan so'rashdi: Ey Allohning rasuli, nega tashqariga chiqdingiz? Bir bolaning yig'laganini eshitdim. Uni Husayn deb o'yladim dedilar. Keyin muborak qo'llarini ilohiyat olamlariga ochib duo qildilar. Yo Robbi, Husaynni yig'latganini af etma. Hasan va Husayn radhiyallohu anhular Rasulullohning sevgan chechaklari edilar. Payg'ambar daraxtining shoxlarida ochilgan bu g'unchalar olamga ajib iforlar sochardi. Ularni sevganlarga saodat va'da qilingan edi. Aziz kitobxonim, mana bugun siz bilan yana kitobni davom ettirdik. Endi Xudo xohlasa qolganini ertaga davom ettiramiz. Bizga a'zo bo'ling, iloji boricha buni tarqating va boshqalar ham bu kitobdan bahramand bo'lishsin. Chunki bu kitobning audio va video zapisi hozircha hech qayerda yo'q. Buni o'qib sizlarga eshittiryapman. Xayr, sog' va salomat bo'lingizlar.